Bu odam ishga qaytdi va ishxonasidan 85 million so'm undirdi. Sizni ishdan qasddan yoki noqonuniy bo'shatishdimi? Ko'pchilik buni bilmaydi. Mehnat kodeksining 560-moddasiga ko'ra, ishga tiklanish bilan talab qilish muddati 3 oy. Davlat bojisi mutlaq yo'q. Lekin ayrim ish beruvchilar xodimni majburlab arizasini yozdirib olishadi. Lekin bu ariza keyinchalik sudda bekor bo'lishini bilishmaydi. Mana bu real sud qarori bo'yicha ishda ham xodim noqonuniy ishdan bo'shatilgani uchun sud tomonidan ishga tiklangan. Eng qizig'i, sud xodim foydasiga ish beruvchidan 85 million so'mdan ortiq kompensatsiya ham undirish belgilangan. Shu summadan 22 million so'mi ma'naviy zarar uchun, ya'ni noqonuniy ishdan bo'shatishgan. Eng xavflisi nima bilasizmi? Eng xavflisi xodim o'z huquqini bilmasligi, 3 oylik muddatda esa o'tkazib yuborishi. Agar siz yoki yaqinlaringiz noqonuniy ishdan bo'shatilgan bo'lsa, ushbu videoni saqlab qo'yib, o'ziga yuborib qo'ying. Ishga tiklanish bo'yicha da'vo ariza namunasi yoki yuridik maslahat kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin.